Hurmatli obunachilarimiz, kech olsadan bir puli normalniy Spark ko'p odam so'rab turibdi. O'zi yaxshi, o'zi arzonroq bo'lsin degan. Endi bahasi dim arzon bo'lmasa mumkin, lekin mashina o'zi zo'r xudo xolasa. Mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan do'stlar. Kuzov 12. 11ning oxirida chiroyli stoplar qo'yilgan. 4 dona 15lik balolar qo'yilgan, toza, qalpoqlar ham ideal so'zlanadi ekan. Ellarni ko'rsataveraman do'stlar. Boshda Koreyadan kelgan eksportniy variant Spark'lar bor do'stlar. Endi Dio ko'rgan bo'lsangiz. Mashinamiz 2-pozitsiya. Konditsionerlari bor. Probegini keladigan bo'lsak do'stlar, 109 ming yurib turibdi. Tablosi bilmayman qanday. Konditsionerlari bor. Hamma elektronniy, singa chexollar, yedi poliklar. Kressiga keladigan bo'lsak do'stlar, shu krenda, bir krenda kressi bor. Qolganini tekshirib olaverasizlar. Mashinamizning narxini keladigan bo'lsak do'stlar, 67 million so'm. Narx pul bo'lsa shunda kechtirib beramiz. Mashina avtoshop kunlarida turadi. Eldan 20 million so'm pullarimiz bo'lsa, qolganini dogovorga gaplashaveramiz. Yo'q, men bo'lib bera olmayman, qolganini kuzda dehqonchilikda bir tashiyman deyotgan bo'lsa, 30 million so'm aksiyada qolganini gaplashaveramiz do'stlar. Mashina avtoshop kunlarida turadi. Yana Spark.